Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol maydoni. Qadrli futbol ishqibozlari, sizlarni o'zimizni ishonchli hamkor PinUp platformasiga taklif etaman. Bizning promokod orqali ro'yxatdan o'ting va bonuslarga ega bo'ling. Manzil kommentariyadagi Telegram kanalda bo'ladi. Tezda qo'shiling va daromad qilishni boshlang. Demak, biz ham bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanov rostdan Liverpulga o'tadimi? So'nggi bir necha soat ichida O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida Manchester City futbolchisi Abduqodir Husanov Liverpulga o'tishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar tarqala boshladi. Mazkur xabarlarda asosiy manba sifatida Anfield Papers nomli sahifa keltirilmoqda. Ushbu platforma esa o'z navbatida ma'lumotni sobiq futbolchi Mamadou Sakhoga tayanib berganini da'vo qilmoqda. Biroq transfer haqidagi ushbu xabarlar ishonchsiz manbadan tarqalmoqda. Mazkur sahifaning Twitter ijtimoiy tarmog'ida obunachilar soni taxminan 22 ming nafarni tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib, Husanov bilan bog'liq bu xabarni jiddiy axborot sifatida qabul qilishga asos yo'q. Qolaversa, Mamadouning Abduqodir Husanov transferiga bevosita aloqasi mavjud emas. Ehtimol u qaysidir podkast yoki intervyu davomida umumiy fikr bildirib, futbolchini sotib olish yaxshi bo'lishi mumkinligi haqida aytgan bo'lsa ajab emas. Ma'lumot uchun, Husanovning Manchester City bilan tuzgan amaldagi shartnomasi 2029-yil yozigacha amal qiladi. Sizni fikringiz qanday? Agarda rostdan qiziqish bildirishgan bo'lsa, Husanov Liverpulga o'tgani ma'qulmi yoki Cityda qolgani? Fikringiz biz uchun juda muhim. Sizni kommentariyada kutib qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.